Siz yeni bir harf bilan tanishish oldida turib etibsiz. Uning qaysi harf ekanligini bilgingiz kelayotganda, undaqda boshlaylik. Bosh T. O'tira T. Olanma T. Yalg'iz T. Siz yuqorida T harfining har xil shakllarini ko'rib o'tdingiz. Endi ularning so'zlardagi o'rniga diqqat qiling. Qosqi ash toshqanni o'tchetlarga qaradi. Choyni olib tikkanni kelajab og'ridi. Muattar to'xti, doktordan qo'rqdi. Dedi, pültüm, istedi, hav hav. Ata at mineyli, toy çıkını ketdi meyli. T'ga ayak anı koysak ta buludu. T-A, ta. A-T, at. T-A-Ta, tat. Ağa ta'ni qo'shsak ata bo'ladi. A-T-A-Ta, ata. Taga nani qo'shsak tana bo'ladi. T-A-Ta, ne, ana, tana. Maqtanchaq to'shqan. To'shqan bilan To'muchoq to'shqanning uyida tavuz yeyishib o'ltirganda to'shqan ochpaqiliq qilib jiq yabapti. To'muchoq to'shqanning og'rib qolishidan ansirab, "Televizorni assangchi, kegash o'tiraylik" debdi. Rost degandek, to'shqan televizorni ochgandan keyin tavuz yeyishdan to'xtabdi. Ammo televizorda chiqayotgan narsalarni tunishtirib, To'muchoqqa orom bermadi. "Avu odamning puti, avu odam. Yelidiki qutur ish yitilog'ini ot, ama." "Voy bo'ldi qisangchi, bek menmen chikansan" debdi To'muchoq terikib. "Ani qara, traktorda yer haydayotgani mening og'inam bo'ladi" deb vatildab beribdi to'shqan. Dal shu chaqda ish kelib To'muchoqni chaqiribdi. "Ha, mana ishtaka." To'muchoq to'shqandan qutuladigan bo'ldim deb o'ylab, derazaga qo'nibdi. "Biz tavozliq o'yin o'ynaylik, bo'lamdi" debdi ish To'muchoqqa. To'muchoq ma'qul bo'ldi. Buningga to'shqanning ochig'i kelib, ularga o'zini ko'zib qo'yishni ko'ngliga pikib. To'muchoq ishqa og'amchida mingishni o'rgatayotganda to'shqan yugurib ketdi va "Shuning o'rganish ketamdi. Men sen dötlarga og'amchida qandoq mo'dig'anligimni bir ko'zib qo'yay" deb To'muchoqning to'sqiniga qaramasdan og'amchiga chiqdi. To'shqan bir necha qadam mingibla yiqilib tushibdi. "Xo'p bo'ldi" debdi To'muchoq. "Po atmasang bo'lmamdi" "To'li bujirlima" debdi to'shqan. "Men hozir o kaptar menotgan toksimida menib chapoq ko'zlarimni ochib qo'yaman" Shunda qilib, ular stolbi ustidagi taxtayga chiqibdi. Bu ya haqiqatan egizgan. To'shqan po atqaniga ichida pushaymon qilsa-mu, gepidan yeni bilishga yuzi chidamay simga dasabdi. U ming o'lib, ming tirilib, simning o'ttirisiga kelishiga put qo'lida jon qolmay, tang po'ng'ilg'ini yo'qotdi va "Quzullar!" deb tovlashga boshladi. Nima qilishini bilmagan ish bilan To'muchoq to'shqanga "Ikki qo'lingda yana birisini tutib ol" deb vaqirabdi. Bechora to'shqan oldidagi yana bir simni tutishiga tok soqib yetib janidan ayrilibdi-da, yerga tikmollaq tushibdi. To'shqanning maqtanchaqligi oxiri o'zining beshiga chiqibdi. To'muchoq ish kaptarlarmi buningdan o'tsim bilan nolsimga tang tegib ketsa, tok soqib yetadiganligini bilib, toksimi atrofiga qayta yaqin kelmabdi.